30 yoshdan keyin sog'lig'ingdagi VIP paketni amal qilish muddati tugaydi. Pul hamma narsani emas, ammo ko'p narsani hal qilayotganini ko'rasan. Orzularing ham, hurmating ham endi cho'ntagingga bog'liqligini his qilasan. Ayrim orzularing endi hech qachon amalga oshmasligini tan olasan. Men doim yashayman degan xayollaring tugaydi. O'lim haqida ko'proq o'ylay boshlaysan. Keyin qilaman degan ertaklaring endi o'tmaydi. Chunki keyinning o'zi tobora qisqarib borayotganini ko'rasan. Ota-onang qarib borayotganini, ularni abadiy emasligini yuraging bilan his qilasan. Endi seni qiynaydigan narsalar qilgan ishlaring emas, qilolmagan ishlaring bo'ladi. Va eng achinarlisi, hayotning eng katta imtihonlari endi boshlanayotganini his qilasan.